Abdulloh nomi bilan tanilgan bloger qamoqqa olindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Abdulloh nomi bilan tanilgan bloger Yugay Valeriy qamoqqa olindi. Bu haqda Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov ma'lumot qildi. Bildirilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh nomi bilan tanilgan Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli shaxs 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Koreya Respublikasida bo'lib turgan vaqtida o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy sahifalari orqali millatlararo nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan milliy qadriyatni ta'qirlovchi hamda diniy e'tiqodga ko'ra fuqarolarni kamsituvchi so'zlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan qator haqoratli chiqishlar qilib borgan. Olingan ma'lumotga asosan ushbu shaxs joriy yilning 24-mart kuni Abu Dabi Samarqand reysi orqali O'zbekiston Respublikasi hududiga keltirilib, huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan professional tartibda ushlangan. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Men Yugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini aktiv uchun qilgandim. Tanilishim uchun qilgandim, lekin bu narsani hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos meni kechiringlar deydi u. Qayd etilishicha, hozir holat yuzasidan Yugay Valeriyaga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.